Assalomu alaykum, hurmatli aziz bizni kuzatib borayotgan ahli O'zbekiston, kuzatib borayotgan demak xalqimiz. Assalomu alaykum. Rahmat savollaringiz uchun. Ko'plab savollar bizga kelyapti. Bu videoni men ancha vaqtdan oldin qilmoqchi edim, lekin keyingi savollaringiz bunga turtki bo'ldi. Demak, ko'pchilik bo'g'im artritlari bilan kasallanib kelayotgan va undan tashqari shogirdlarimiz, yosh shifokorlar shunday savol berib keladi doimo. Demak, bo'g'im artritlarining turlari ko'p. Bo'g'im artritlari bilan yosh katta aholimiz katta qismining har xil bo'g'im artritlari bilan kasallanishlari ko'p. Ammo hamma emas, ayrimlar bo'g'im artrozi, osteonekrozi, ya'ni bo'g'im tog'ay suyak yedirilishi bilan murojaat qilishi, kasallanishi, asoratlashuvi kam uchraydi. Nima uchun shunday? Masalan, statistik ma'lumotlarga olib qarasak, biz mamlakatda bu statistik ma'lumotlar qilinmagan, lekin katta MDH mamlakatlarida, Rossiya, Qozog'istonda ham va boshqa Amerika, Yevropa mamlakatlarida qilingan. Yevropa Amerika revmatologiya assotsiatsiyasi, MDH mamlakat assotsiatsiyasi revmatologlari shunday ma'lumot keltiradi. O'rtacha 50 yoshdan kattalar, demak 20% dan ziyodi har xil surunkali artritlar bilan kasallanadi. 60 yoshdan kattalar o'rtacha 30% gacha. Shulardan 1% dan 3% gina demak artrozning yuqori darajalari, osteonekrozning bo'g'im tog'ay yedirilishi bilan murojaat qiladi. Qarilik deganda 73 yoshdan katta hisobga olinadi Jahon sog'liqni qo'mitasining. Demak, qarilik bilan bu faqatgina 5%, 6% ko'payadi. Demak, asosiy qism artroz, osteonekroz, bo'g'im tog'ay yedirilishining boshlanish qismida to'xtaydi yoki u rivojlanmaydi. Lekin 30% ga yaqin aholimiz, katta yoshli aholi bu har xil artritlar bilan kasallanib keladi. Surunkali artritlar bilan. Surunkali artrit degani bu hamma artritlar kiradi. Revmatический, reaktivniy, revmatoidniy, osteoartrit va hokazo. Surunkali artrit degani tushunchasiga shunday tasnif berilgan. Buni azizlar hamma bilib olish kerak. 12 haftadan ziyod, ya'ni 3 oy va undan ziyod bo'g'imda yallig'lanish elementlari, bo'g'im yallig'lanish elementlari, og'riq, shish, qizarish, suv yig'ishi, mahalliy issig'in chiqishi, funksiyasi buzilishi bo'g'imning davom etsa, bu surunkali artrit deyiladi. Lekin oxirgi yillarda MDH mamlakatlar revmatologlar assotsiatsiyasi, mana bizlar ham a'zomiz, va Yevropa revmatologlar assotsiatsiyasi tavsiya qilyapti. Hozircha qabul qilinmagan, tavsiya sifatida qabul qilingan, ya'ni 12 haftadan ziyod bo'g'imda yallig'lanish alomatlari bo'lsa va 1 yilda 3 marta va undan ziyod shu bo'g'imlarda yallig'lanishlar kuzatilsa, bu surunkali artrit deyiladi. Endi qaysi artrit turligini bu revmatolog demak tahlil tekshirishlar qilib aniq tashxis qo'yiladi. Biz hozir surunkali artritlar va ular nima uchun hammasi artroz suyak yemirilishi bermaydi degan savolga javob beramiz. Demak, yosh katta aholimizning 30% ga yaqini har xil artritlar bilan kasallanib keladi, lekin ularda 3% qarigandan keyin 6%, 5% suyak yemirilishi bilan murojaat qiladi. Demak, hammasi suyak yemirilishiga olib kelmaydi. Sabab nima? Bu sababga oxirgi 10 yilda, aniqroq aytsam 8 yilda aniq javob topilgan. Demak, Jahon sog'liqni qo'mitasining revmatologlar komissiyasi buni qabul qilgan. 2022-yilda Toshkentda bo'lgan osteoartrit artrozlarga bag'ishlangan konferensiyada ham bu qabul qilingan. Demak, sababi nima? Sabab shundaki, har bir artritda osteoartrit bo'lsin, osteoartroz ya'ni eski nomi, revmatoid artrit bo'lsin, reaktiv artritlar 100 dan ziyod, osteoartritlar 20 dan ziyod, aksillярный artrit bo'lsin, sistemli kasalliklar eski va artrit bo'lsin, farqi yo'q. Bu artritlar boshida
boshlanishida ma'lum makrofaglar, limfositlar bo'g'imizda ichidagi yumshoq to'qima, suyaklardagi ichidagi qarshilik beruvchi hujayralarimizning ma'lum yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar ishlab chiqarish bilan boshlanadi. U aniq isbotlangan. Bitta, ikkita turdagi interleykinlar deyiladi. Yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar. To'g'ri, artritlari kelib chiqishiga tashqi muhit, demak, travmalar, og'ir mehnat, sovuq qotish, nikotin zavisimiz, sigaret, ayniqsa bizda nosvoyga bog'liqlik, ichki faktorlar, semizlik, ichki surunkali infeksiya, buyrak, jigar yetishmovchi, qandli diabet, noto'g'ri yurish, osonkaning buzilishi, doimo og'ir mehnat bilan shug'ullanish, travmalar, bular demak ichki kasalliklar ta'siri sababi va tashqi sabablar. Tashqi faktor deymiz, ichki faktor. Demak, bular o'rtasida yosh yotadi, qarilik. Ilgari qarilik deb hisoblanardi, hozir unday emas. Demak, asosiy hamma artritlar sababi bu mahalliy yallig'lanishlar, keyinchalik bu yallig'lanish va autoimmun yallig'lanishga o'tib ketishi mumkin. Demak, bu yallig'lanish bilan chaqiriladigan demak, distrofik, degenerativ, destruktiv artritlar deyarli hammasi shunday holatga olib keladi. Demak, tashqi ichki faktor tashqari yana bitta faktor bor. Bu isbotlangan hamma artritlar uchun. Bu demak irsiy faktor, irsiy moyillik. Lekin hamma artritlarcha aytishimiz mumkin. Mana shu oxirgi 10 yilda aniq bo'ldi. Moyillik, irsiy moyillik. Xuddi qandli diabet ikkinchi turidek 30% ga yaqin, 28%, 27%, har xil xalqda har xil irsiy moyillik bor. Lekin irsiy moyillik tashqi ichki faktorlarga bog'liq uning ro'yobga chiqishi. Lekin baribir ham hamma artritlar irsiy moyillik bo'lgani bilan tashqi ichki faktorlar ta'sirida kasalliklar, vazn va hokazo ichki tashqi faktorlar ta'sirida yosh ulug' yoshga yetish 73 yoshdan katta yosh katta hisoblanadi, qarilik hisoblanadi. Bular bo'lgani bilan baribir mana qarang, 5-6% gina artritlar bilan kasallangan odamlar suyak yemirilishi bilan murojaat qiladi. Qolganlarda suyak yemirilishi boshlang'ich darajasida to'xtaydi, birinchi, ikkinchi darajada. Demak, yoki umuman rivojlanmaydi. Sabab nima? Sabab shuki, bo'g'imlarda, yumshoq to'qimalarda, tog'aylarda, suyaklarda bo'lgan, bizning himoyamiz bo'lgan makrofaglar, neytrofillar, leykositlar, limfositlar ishlab chiqadigan yallig'lanish ta'sir qiladi, yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar, interleykinlar deydi. Har bir kasallik uchun bu aniqlangan. Qaysi interleykin boshida ishlab chiqiladi? Aynan boshida ishlab chiqilgan interleykinlar, demak, bitta, ikkita bo'ladi. Osteoartrit uchun ham, osteoartroz, ya'ni uchun ham, reumatoid artrit uchun reaktiv bitta, ikkita bo'ladi. Agar shu bir necha oy davom etadi, bitta, ikkita yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar ishlab chiqarib, mahalliy yallig'lanish chaqirish bilan. Agar shu joyda tashqi ichki faktorlar ta'siri pasaytirilsa, o'z vaqtida davo berilsa, demak to'liq tuzalib ketish yoki remissiyaga o'tish mumkin. Demak, o'sha yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar ishlab chiqara boshlaganda makrofaglar, tashqi ichki faktorlar, irsiy faktorlar va yallig'lanish boshlanganda ishlab chiqargan interleykin bitta, ikkita yallig'lanuvchi oqsillar boshlanganda o'z vaqtida tashxis qo'yilib davo berilsa, shularni bloklaydigan dorilar, interleykin 1, interleykin 6, 8, 8, 13, 23, 17 bularni bloklaydigan dorilar bor. Berilsa, kasallik to'xtaydi va keyingi artrozga o'tmaydi. Artrozga o'tgan holatlarda hammasida deyarli 90% da bitta emas, ikkita emas, 5 ta, 6 ta va undan ziyod interleykinlarning balandligi namoyon bo'ladi. Bu isbotlangan. Bu interleykinlar qanday aniqlangan? Bu interleykinlar demak, interleykin 1, 6, 13 eng ko'pi, 23, 33, interferon gamma va fino alfa. Bular hammasi oqsillar, yallig'lanish chaqiruvchi. Orasida sonlar aytmayotgan sonlarim orasidagi 13, 23, 6, 1 deyapmiz. 8. Orasidagi aytmayotgan sonlarimizda bo'lgan oqsillar ham ishlab chiqiladi. Ular yallig'lanishga qarshi bo'ladi. Tabiatda sog'lom odamlarda, nisbatan sog'lom odamlarda yallig'lanish chaqiruvchilar past miqdorda ishlab chiqiladi va
yallig'lanishga qarshi bo'lganlar past miqdorda ishlab chiqadi. Bular mutaddil holatda turadi, bir-biriga moyil bo'g'imda ichida. Shuning uchun bo'g'im normal holatda funksiya yuritadi va tog'aylardagi, suyaklardagi eski hujayralar apoptoz bo'ladi, yo'q qilinadi. Osteoklast, fibroklastlar bilan bular faollashtiradi, yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar kam miqdorda ishlab chiqiladi normada va yallig'lanishga qarshi bo'lgan oqsillar ular tiklovchi bo'lgan hujayralar, fibroblastlar, osteoklastlar faollashtiradi. Natijada bo'g'im doimiy tiklanishda bo'ladi hujayralar. Mutaddil normada. Shunday davom etadi. Toki ichki tashqi faktorlar, irsiy faktorlar rol o'ynab yallig'lanish chaqirilish bilan boshlanguncha. Boshlanganda albatta bitta ikkita faktorlar. Bular hammasi laboratoriya aniqlangan. Interferon immunofermentniy analiz, tvrdiy saralangan immunofermentniy analizada IFA da aniqlanadi. Interleykin 1 ham, interleykin 6 ham, 8 ham, 13 ham, 23 ham, 33 ham. 20 ga yaqin, hozirgi vaqtda 30 ta interleykin aniqlangan, yallig'lanish chaqiruvchi. O'zi asli 50 ga yaqin deyishyapti. Lekin shulardan 15 tasi to'liq o'rganilgan. 20 taga yaqin to'liq o'rganilgan. Bular doim mutaddil turadi, yallig'lanish chaqiruvchi va bunga qarshi. Demak, qisqa to'xtalib o'tamiz. Bular hammasi qonda aniqlanadi. Hozirgi kunda 10 taga yaqin o'sha yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar, interleykinlar, glikoproteidlar, interleykinlar O'zbekistonda ham, Toshkentda ham aniqlanadi. Katta klinikalarda 10 ga yaqin. Bular och qoringa 8 soat ovqat yemaydi inson va och qoringa vena qon topiriladi va unda o'sha yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar aniqlanadi. Ularning darajasi boshida masalan osteoartritda interleykin 1 ga bog'liq bo'lgan, demak yallig'lanish bilan boshlanadi. Buni aytganmiz. Va keyin faktor nekroz FNO alfa, keyin interleykin 6, 8, 13 davom etaveradi. Agar biz boshida tutib olsak buni, qonda aniqlab, tashqi ichki faktorlarni yo'qotsak va davoni o'z vaqtida bersak, yallig'lanishga qarshi vositalar bilan bir vaqtda interleykinni yallig'lanish oqsilni bloklaydigan dorini bersak, u piaslidin deymiz, aytganmiz dorilar haqida, diatserin deymiz. Bu dorilar haqida oldingi videolarimda aytganmiz. O'z vaqtida bersak, osteoartrit to'xtaydi. Ya'ni artroz suyak yemirilishiga olib kelmaydi. Suyak yemirilishiga olib kelish uchun osteoartritda ikkitadan ziyod interleykin aniqlanadi. Yuqori, demak, titrda. Ana. Endi reumatoidni artrit interleykin 6 ga bog'liq. Keyin interleykin 17, keyin 8, 23, 33 ham ko'payib boradi. Qarang, borgan sari interleykin ko'payib boradi. O'zi asli boshlangan interleykin o'zi ko'payib, qolganlari ishlab chiqarishga ham demak, o'sha semiz hujayralardan, limfositlardan, makrofaglardan qo'zg'aydi. Natijada bitta yallig'lanish chaqiruvchi oqsil emas, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Natijada artroz suyak yemirilishi boshlanadi. Klasslarda, ya'ni yemiruvchilarning hujayralarning faoliyati yana oshib ketadi. Ana reumatoidni artritda demak interleykin 6 va interleykin demak 17 vaqtda aniqlansa titri va unga bloklaydigan dorilar berilsa, yedirilish bo'lmaydi. Reaktivni artritlar, bular juda ham ko'p. Eng ko'p reaktivni artritlar 100 dan oshiq aniqlangan. Reaktivni artritlar ko'pchiligida interleykin 17 dan boshlanadi. Interleykin 17 dan interleykin 6 ga qarab siljiydi. Interleykin 17, interleykin 6 va FNO alfa, interferon gamma. Keyin 23-33 boshlanadi. Qarang, undan tashqari 8, mana bular 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta yallig'lanish qarshi vositalar, oqsillar ko'p ishlab chiqilgandan keyin yallig'lanish qarshi bo'lgan oqsillar yengdiradi bo'g'imda. Demak, yedirilish kuchayadi. Tog'ay suyak yedirilish. Ana endi Bektirib kasalligida isbotlangan bu. Faktor nekroza opxili alfa, FNO alfadan boshlab interleykin 17 va birdan interleykin 23, 33 ga qarab sakraydi. Mana shu 5 ta, demak, FNO alfa, interleykin 17, 23, 33. Keyin interleykin 6 bilan 8 qo'shiladi. Bu isbotlangan. Bu yallig'lanish qarshi oqsillarni
boshida nima uchun ahamiyatli, qaysida qaysi ustunligi. Bu kasallikni farqlashga ham va dori berishga, shu yallanishga qarshi oqsillar bloklaydigan dorilar, interleykin 17 ni bloklaydigan dorilarni berishga aniq ma'lumot. Bundan tashqari dinamikada ham tekshiriladi. Agar biz bu dorilar berganimizda bemorda klinik o'zgarish bir necha kunda darrov foyda bo'ladi va qonda biz ko'rgan boshqa yalllanish alomatlari tashqari interleykinlarda ham birdan pasayishi yuz berishi kerak. Agar davo to'g'ri berilayotgan bo'lsa, shu yallanish chaqiruvchi oqsillarga, ostrofazning yallanish oqsillarga bloklaydigan dorilar berganimizda, Actemra, adalimumab, daliumab, tocilumab va hokazo to'g'ri berganimizda darrov bir kun, 2 kun ichida bular titrib pasayishi kerak. O'sha tvrdo saralangan immunoferment analizlarda. Bular hozirgi kunda Toshkentda ham bor. Katta klinikalar bor. Ana shunday yuz beradi. Ana shu juda ham katta ahamiyatli. Nega deganda bular monoklonal antitanalar deyiladi. Bu dori, bu yallanishga qarshi oqsillarda bloklaydigan dorilar nomi monoklonal antitanalar. Oxirgi 15 yilda, 10 yilda bular juda ham populyarni, ya'ni tarqalib ketdi. Biz ham ko'p ishlatamiz bularni. Bular bir oyda bir qilinadi, 2 oy, 2 haftada bir qilinadi va har xil tomchiklab qo'yiladigan ham bor. Ichiladigan ham bor. Monoklonal antitanalar, maxsus antitanalar. Ya'ni aynan o'sha yallanishga qarshi bo'lgan oqsilni interleykinni bloklaydi. Buni berish uchun aniq tashxis kerak o'z vaqtida. Shunda natija bo'ladi. Shuning uchun monoklonal antitanalar, targeting dorilar deyiladi, JAK kinazalar. Bular to'liq remissiyaga o'tkazuvchi dorilar hisoblanadi. Bular qanchalik erta berilsa, to'g'ri berilsa, erta tashxis qo'yish, shunchalik tuzalib ketish, to'liq tuzalib ketish ehtimoli paydo bo'ladi. Ayniqsa o'sha reumatoid artrit, autoimmun, autoyallanish bilan boradigan aksialniy artrit, Bekterib kasalligi. Bundan tashqari qizil volchankadagi artritlar. Qizil volchankadagi artritlar interferon gamma oqsilini ko'p ishlab chiqarishlar boshlanadi. Keyin qolganlar qo'shiladi. Qarang. Uni ham aniqlaydi. Tvrdo saralangan, qattiq saralangan immunoferment analizlari. Buni aniqlagandan keyin biz unga qarshi dori beramiz. Monoklonal antitanalar beramiz. Natijada klinik effekt bo'lgani bilan qonda biz tahlilda ko'ramiz. Bu yallanishga qarshi ishlab chiqilgan limfatitlardan, makrofaglar ishlab chiqilgan oqsillarning, yallanish chaqiruvchi oqsillarning titrini birdan pasayishini ko'ramiz. Natijada to'g'ri davo bo'ladi va bemor to'liq remissiyaga tushadi. To'liq remissiya degani to'liq hayotga qaytish, to'liq o'z kasbiga qaytish. Remissiya ko'p yillar davom etishi mumkin. O'sha monoklonal antitanalar sekin kamaytirib kelinadi. 1 yil remissiya bo'lgandan keyin, 8 oy remissiya bo'lganda standartlar bo'yicha. Ayrimlarda, bolalarda 6 oy remissiya bo'lganda bu dorilar bekor qilinishi mumkin. Agar o'z vaqtida tashxis qo'yilsa. Shuning uchun azizlarim, revmatik kasalliklarga o'z vaqtida tashxis qo'yish juda ham katta ahamiyatga ega. Tashxis nima degani? Kasallikning turi, formasi, kechuvi va uni asoratlari. Asoratlar aniqlanishi kerak. Mahalliy asoratlar va ichki asoratlar. Ichki asoratlar ham yomon hisoblanadi. Agar mahalliy asoratlar, ichki asoratlar bo'lsa, bularni ketkizish kerak. Bular ketkizmasdan turib, remissiya o'tib bo'lmaydi. Shuning uchun o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish bu juda ham zarur natijaga erishish uchun. Nega deganda bu ham bemorni nogiron qiladi, revmatik kasallik ko'p nogironlik olib keladi. Demak, va katta iqtisodiy demak natijaga olib keladi. Ko'p pul yo'qotadi, ham sog'liq ketadi, ham pul ketadi. Shuning uchun bo'lmasligi uchun bemorga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Mana shuning uchun bizning mening kanalim amaliy yordam kanali. Shuning uchun men mumkin qadar tavsiyalar beraman. Mumkin qadar. Nega deganda biz shifokor olim. Nima qilish kerak? Nima qilsa to'g'ri bo'ladi? Nima kamchilik bor? Shundagina to'g'ri davo bo'ladi. Biz shu yusinda oliygohlardan o'qitamiz. Mana shunday azizlarim. Demak, mana endi tushunib oldilar. Nima uchun hamma artritlar artroz, suyak yemirilishi bermaydi? Osteonekroz deyiladi. Bu bitta tushuncha. Osteoartroz, osteonekroz bitta tushuncha. Bermasligiga sabab o'z vaqtida davo berish va bemorda qandaydir faktorlar bilan interleykinlar
boshlang'ich qismda to'xtaydi. Ya'ni o'sha bitta, ikkita ishlab chiqarishdan to'xtaydi. Davom etmaydi. Immunitet yaxshi bo'lsa ham rol o'ynaydi. Lekin ko'proq davoga, to'g'ri tashxis va to'g'ri davoga muhtoj. Shunda to'xtaydi. Agar boshqa oqsillar qo'shilsa, unda artroz olib keladi va boshqa asoratlar olib keladi. Bu isbotlangan. Demak, azizlarim, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Men baholi qudrat mumkin qadar oddiy so'zlarda tushuntiryapman. Demak, revmatik kasalliklar hammasida mahalliy yallig'lanish bilan boradi. Mahalliy yallig'lanish chaqiruvchi oqsillar o'z vaqtida aniqlab ular bo'lmasa, ularning soni turi ko'paymasa, artrozga olib kelmaydi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollar kutib qolaman.